Bolajonlar uchun yumshoqqina do'mboqqina bulochka tayyorlaymiz. Idishga iliq suv, quruq sut, droji, shakar solib, yaxshilab aralashtirib, 15 minutga opara oshishiga olib qo'yamiz. Opara oshgach, tuz, yog', tuxum oqidan solib, aralashtirib, elangan un solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Oshib chiqqandan keyin yoyib, xona haroratidagi sariyog'dan surib olamiz. Ustiga qirg'ichdan o'tkazilgan kolbasa, sir, paprika sepib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek o'rab kesib olamiz va shakl berib olamiz. Duxovka listiga terib, tuxum sarig'idan surib, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Siz ham bu bulochkadan albatta farzandlaringiz uchun tayyorlab ko'ring. Retsept yoqsa, like bosib, obuna bo'lib oling. Birga ajoyib taomlar tayyorlaymiz.